Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Bugungi obzorumizda Cobalt avtomobili bo'ladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. 62 ming kilometr yurgan mashinamiz ideal sostoyaniyada aylangan, kraskalar top toza, paketidan yumshoq balonlar qo'yilgan. Metan gaz balonlari bor. Salon qismini o'tadan bo'lsak, shipkalari Probekina 62 ming. Evakor politlar tashlangan, yaxshisidan chexollar, cruise control multimedia rola установка bo'lgan, o'zining родной magnitofonida, holati yaxshi mashina. Аккуратный, top toza, ideal sostoyaniyada. 2023-yil, 62 ming probek. Top toza bo'lib turibdi. Balonlari paket, metallari bor. И 906 megagar pultlarimiz uстановка bo'lgan mashinamizda. Tayyor holatda, kraskalari, probeklari javob o'zlari uchun bir xato proverka ettirib olsangizlar ham bo'ladi. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 142 million so'm pul ustunda kelishlar degan narx pul bo'ladigan bo'lsa, barter bor. Kredit bo'ladigan bo'lsa, faqat Xorazm propiskaga chiqadi. Oldindan 23 million 500 ming so'm pul bilan, notarius GAI xarajatlari bilan общий 23 million 500 million shu mashinamizni olib chiqib sizda bo'ladi. Grafik to'lovasi 4 milliondan 5 yilga tushadi. Qiziquvchilar bo'lsa, telefon nomerlarimizni video ostida yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat etib kelaverasizlar. Videomizga bir like bosib qo'ying, kanalimizga podpiska bosib qo'yishni yodlaringizdan chiqarmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.